Menga qara. Bitta savol kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashina sizdanmi? Malik. Iltimos, shunda olib tura olasizmi? Hozir bu yoqqa yuk mashina kiradi-da. Uni narsalarini tashib yuborishimiz kerak edi. Ha, bo'ldi. Rahmat. Menga bitta bardak choy bilan bitta ice baklava bering, iltimos. Ha, bo'ladi. Onasi sumka tayyor bo'lgan bo'lsa pastga olib tushib ber. Iltimos, onasi olib tushib bergan. Ha, pastdaman. Ha. O'li xotin qo'li. Nima deganing bu? Ayol kishiga ham iltimos deydimi? Bittada olib tushib ber bo'ldi desang, o'lib qolasan-a sanami? Nima? Ayol kishiga iltimosda xotin qo'li bo'lib qoladimi? Kanishni. Ko'chadagilarga yoqish uchun, ishing bitish uchun iltimos kanda qilmaysan, uyalmaysan. Lekin ayolingga kelganda uyalasanmi? Iltimos qilishlik uyatlish emas. Ayolga hurmat, izzat, ikrom degani. Bir og'iz ayolingga sen iltimos bilan murojaat qilgan, senga bo'lgan hurmatni qanaqa oshishini ko'rasan. Adasi qarab oling. Hozir Menga bitta suv olib kelib. Iltimos. Adasi, meva kesib bering, yeysizmi? Mayli. Bugun kechqurun siz yaxshi ko'rgan qattiq pishiraman, xo'p? Ikkalamizga maza qilib yeymiz. Xo'p.